ko'pchilik patsientlarim menga yozishadi, o'rtoqlar. Men kollagen ichyapman, nimaga ajinlarim ketmayapti? Kollagen bilan ajin ketadigan bo'lsa agar, hamma уже chiroyli bo'lib yurardi, o'rtoqlar. Kollagen yuzimizga ta'siri может 5%, maksimum 5%. Bu organizmimizga zo'r. Lekin kollagensiz ham organizm faoliyatini yuritishi, sog'lom bo'lishi qiyinroq hozirgi kunda. Demak, o'rtoqlar, siz kollagen ichyapsiz, bu degani kosmetologga borish shart emas yoki qanaqadir kremlar surish shart emas degani emas. Kollagen общий holatimizni yaxshilaydi. Yuzimizga kollagen sivorotka kremlarini surish kerak yoki kollagenovый ukollar, ya'ni mezoterapiya, biorevitalizatsiya muolajalarini olish kerak. Qo'shimcha savolinglar bo'lsa, kollagen haqida, qaysi kollagenni ichish kerak, qanaqa kollagen tavsiya qilasiz deydigan bo'lsanglar, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Kollagen so'zini sizlarga ma'lumot berib boramiz obязательно. Sog' bo'linglar.